Assalomu alaykum. Navbatdagi darsimizga xush kelibsizlar. Bugungi darsimizda funksiyalar haqida gaplashamiz va ularni o'rganamiz. Xo'p, biz kod dasturimizni ochaman. Xo'p, endi esa mana bu yerda bitta fayl ochib olamiz. Faylimizning nomini functions.php deb nomlayman. Va php ni kodini yozib olaman. Undan keyin esa darsni boshlasak ham bo'ladi. Xo'p, bugungi mavzuyimiz function, ya'ni funksiyalar haqida. Funksiyalar haqida biroz ta'rif berib o'tib ketaman. Funksiya deylik, misol uchun bizda shu faylimizda 30 yoki 40 qator kod bor va ana shu kodimiz ishga tushgan paytda bir boshdan, ya'ni yuqoridan pastga qarab kod ishlashlikni boshlaydi. Va mana shu kodlarning orasida bizda deylik 5 qator kodimiz bor. Shu 30-40 qator kodimiz ichidan 5 qator kodi shu paytda ishlamasligi kerak. Ya'ni faylni biz atlatka qilganimizdan keyin, ya'ni mana bu joyda ishga tushirganimizdan keyin ishga tushmaslik kerak. O'sha 5 qator kod qachon ishga tushishi kerak? Ma'lum bir vaqtda. Qachonki o'sha funksiya chaqirilgandagina ishga tushishi kerak. Va u funksiya, ya'ni o'sha 5 qator 6 qator kodimiz ma'lum bir vazifalarni bajarish uchun yozilgan bo'ladi. Ya'ni umuman olganda, qisqaroq qilib aytadigan bo'lsak, funksiyalar bu qaysidir bir vazifa bajaruvchi kodlarni nechadir qator yoki bir qator yoki bir necha qatordan iborat kodlarni ajratib olib, ma'lum bir vaqtda ishlatishlik uchun ishlatiladi funksiyalar. Ya'ni kodlarni ajratib olib, aynan bir o'zimiz xohlagan paytdagina ishlatishlikni imkonini beradi funksiya. Hop, deylik, hozir bizda bitta print degan funksiya bor. Bunga qanaqadir yozuv yozaman. Misol uchun salom degan. Agar hozir men buni ishga tushiradigan bo'lsam, faylni konsolimizda salom degan yozuv ko'rinadi. Mana. Hop, endi shu joyda men mana shu funksiyani printni bitta funksiyaga olib qo'yaman. Ya'ni oldin birinchi bitta funksiya ochaman. Funksiyani oldidan function deb yozishligim shart. Bu PHP ni o'zini standart qoidasi, ya'ni funksiya ochilayotgan paytda funksiyani function deb yozishlik shart. Hop, endi function degandan keyin funksiyamizga nom beramiz. Deylik, misol uchun write text, ya'ni matnni yoz degan bitta funksiya ochdik va funksiya mana bunaqangi holatda bo'ladi. Mana shu bitta funksiyamizning nomi. Write text bu funksiyaning nomi. Bu esa butun boshli bir funksiya. Hop, endi shuni ichiga men printni qo'yaman. Write text degan bitta funksiya ochdim. U funksiyaning vazifasi konsolga salom degan yozuvni chiqarib berish. Hop, endi shu funksiyamizni mana shu faylimizni ishga tushiraman. Ko'ryapsizlar, mana hech narsa ishga tushgani yo'q. Ya'ni hech qanday yozuv paydo bo'lgani yo'q. Nimaga? Chunki men bu print degan qatordagi kodimni bitta funksiyaga o'rab qo'ydim. Endi bu print degan yozuvni, ya'ni mana shu write text degan funksiyaning ichidagi kodlarni qachon ishlatishim mumkin? O'zim xohlagan paytda ishlatishim mumkin. Agar buni ishlatmoqchi bo'ladigan bo'lsam, funksiyaning nomini yozaman. Funksiyaning nomini yozib, undan keyin esa qavs ochib qo'yaman va nuqta virgul yozaman. Mana shu funksiyani chaqirib ishlatish deyiladi. Bu funksiyani e'lon qilish, ya'ni yaratish. Funksiyani yaratib qo'ydik mana bu yerda. Endi bu funksiyamizni chaqirib ishlatdik mana bu yerda, mana bu holatda. Hop, agar biror bir funksiyamizni chaqirmoqchi bo'lsak, mana shunaqangi holatda chaqirib ishlatamiz. Hop, endi ishlatib ko'ramiz. Faylni saqlayib qilib debugga bosaman. Ko'ryapsizlar, mana endi funksiyamiz ishga tushdi. Hop, agar men bu qator komment qilib qo'yadigan bo'lsam, ishlamaydigan holatga olib kelib qo'yadigan bo'lsam,
bu kodimiz, ya'ni funksiyamiz ishga tushmaydi. Funksiya qachon ishga tushadi? Qachonki chaqirilsa. Xo'p, sizlar bilan hozir funksiya ochib, uni chaqirib ishlatishlikni ko'rdik. O'zimiz xohlagan paytda mana shu funksiyani chaqirishligimiz mumkin ekan, xohlagan joyimizda. Xo'p, endi keyingi qiladigan ishimiz bu funksiyani ichiga ma'lumot uzatib yuborish. Deylik, biz funksiyani ichiga mana bu funksiyamizni chaqirgan paytimizda bizda doimo salom degan yozuv chiqadi. Bundan boshqa yozuv chiqmaydi konsolga. Agar shuni biz o'zgaruvchi qiladigan bo'lsak, ya'ni har xil mana shu funksiyani chaqirganimizda har xil ma'lumot chiqsin deydigan bo'lsak, mana bu konsolga o'sha o'zimiz xohlagan, ya'ni ko'rsatmoqchi bo'lgan matnimizni write text degan funksiyani ichiga berib yuboramiz. Chaqirilgan joyda, ya'ni mana bu joydan turib. Hop, bu funksiyani ichiga ma'lumot uzatib yuborishlik uchun mana bu joyga o'zimiz xohlagan ma'lumot yozamiz. Misol uchun stringda yozaman. Deylik, salom, islom deylik. Hop, endi mana bu funksiyamizga biz salom, islom degan bitta string yubordik. Endi bu yuborilgan parametrni, ya'ni argument deyiladi, argument yoki parametr deyiladi mana shu narsani uzatib yuborishlikni. Mana shu parametrimizni, uzatib yuborilgan parametrni bu funksiyaning ichida tutib olishligimiz kerak. Tutib olishlik uchun mana bu yerda tutib olamiz. Ya'ni bu yerdan biz xohlagan bir ma'lumotni jo'natib yuborishligimiz mumkin. Xohlasak string, xohlasak obyekt jo'natishimiz mumkin bu yerga, xohlasak number, xohlasak array jo'natishimiz mumkin. Shuning uchun bu yerdan nima jo'natsak ham bu yerda uni o'zgaruvchi qilib tutib olamiz. Chunki bu yerdan nima kelishligini bilmaymiz. Balki arraydir, balki number, balki stringdir, balki booleandir, bilmaymiz. Shuning uchun bu yerdan nima jo'natib olingan taqdirda ham bu yerda uni bitta o'zgaruvchi qilib tutib olishligimiz shart bo'ladi. Hop, o'zgaruvchini biz dollar belgisi bilan boshlaymiz. O'zimiz xohlagan bitta o'zgaruvchi qilib nomini nomlab olamiz. Deylik, misol uchun parametr dedik, qisqacha qilib param deylik. Param. Hop, endi mana shu uzatib yuborilgan ma'lumotni param deb tutib oldik va ana shu paramni endi ko'rsatamiz konsolga. Hop, bosdim. Ko'ryapsizlar, mana salom, islom deyapti. Endi mana shu funksiyamizni xohlagancha chaqirishimiz mumkin. Yana bir marta funksiyani chaqirdimda, endi bu safar unga boshqacha ma'lumot uzatib yubordim. Misol uchun ishlari qalay? Ishga tushiramiz. Ko'ryapsizlar, mana salom, islom, ishlar qalay? Xo'p, endi mana bu yerga birorta string qo'shib qo'yamiz, ya'ni new line qo'shamiz. Keyingi yozilayotgan ma'lumotlar pastki qatordan ko'rinishlik uchun. Ko'ryapsizlar, mana salom, islom, ishlar qalay? Hop, xohlaganimizcha yozishligimiz mumkin. Misol uchun 5 marta, 6 marta farqi yo'q. Hop, endi bu safar bu yerga number jo'natib yuboramiz. Deylik 16. Hop, ishga tushiramiz. Salom, islom, ishlar qalay? 16. Hop, endi mana shu joyda bitta narsani tekshirib ko'rishligimiz ham mumkin. Agar biz mana shu yuborilayotgan chaqirilgan funksiyaga agar hech narsa bermasdan chaqirsak-chi. Ko'ryapsizlar, mana hech qanday ma'lumot uzatganim yo'q, lekin bu yerda nimadir uzatib yuboriladi deb ma'lumot kutyapti. Ishlatib ko'ramiz. Xatolik paydo bo'lyapti. Too few arguments to function write text. Ya'ni kam argument bergansiz deyapti write text degan funksiyaga.
chunki biz mana bu yerda argument berganimiz yo'q. Bu yerda esa argumentni kutyapti. Argumentni kutgandan keyin unga argument berishlik shart, bo'lmasa xatolik beradi. Endi mana shu joyda bizda ikki xil vaziyat bo'lishligi mumkin. Argument berishimiz ham mumkin yoki argument bermasligimiz ham mumkin. Har xil holat bo'lishi mumkin-da. Funksiyaga ba'zan ma'lumot uzatib yuborishligimiz mumkin, ba'zida funksiyani chaqirganda unga ma'lumot uzatib yubormasligimiz ham mumkin. Shunaqa vaziyatlar ham bo'ladi. Hop, bu paytda nima qilamiz? Bu paytda kodimiz, ya'ni funksiyamiz universal ishlashligi uchun ikkita holatda ham bexato mana shu paramni, mana bu paramni boshlang'ich holatda tenglashtirib qo'yamiz qanaqadir so'zga yoki bo'lmasam oddiy bo'sh stringga tenglashtirib qo'yamiz. Bu paytda nima bo'ladi? Agar bilinishligi uchun bo'sh deylik, bo'sh degan bitta yozuv yozdim. Hop, ishga tushiraman. Ko'ryapsizlar, mana ikki marta funksiyani chaqirganmiz. Birinchisida ma'lumot uzatib yuborganmiz, ikkinchisida esa uzatmaganmiz. Hop, birinchisi biz uzatgan ma'lumotni olyapti-da, uni ko'rsatyapti konsolda. Ikkinchisida yozganimizda esa hech qanday argument yubormaganmiz va param o'zgaruvchimiz boshlang'ich holatda bo'sh degan stringga teng bo'lyapti. Xo'p, demak, ma'lumot uzatadigan bo'lsak, param o'sha uzatilgan ma'lumotga teng bo'ladi. Agar ma'lumot uzatmaydigan bo'lsak, param boshlang'ich holatda mana bu stringga teng bo'ladi. Ko'ryapsizlar, endi mana o'zimiz xohlagan ikki xil vaziyatda ham kod funksiyamiz bexato ishlashlikni boshladi. Va bu yerga nafaqat bittadan argument berishligimiz mumkin, unga xohlaganimizcha argument berishimiz mumkin. Har bitta berayotgan argumentlarimizni albatta mana bu yerda funksiya bilan, kechirasiz, virgul bilan ajratib qo'yamiz. Bo'ldi. Hop, bu yerga endi birorta ism yozamiz. Islom. Hop, endi yana ishga tushirib ko'ramiz. Hop, endi ko'ryapsizlar, mana bu yerda biz argument uzatib yuborganmiz, lekin bu yerda argumentda ikkinchi argumentni kutganimiz yo'q. Umuman funksiyani, mana bu funksiyada ikkinchi argument umuman kutilmayapti. Lekin bu yerdan qancha yuborsak yuboraverar ekanmiz. Hop, endi ikkinchi argumentni ham bu funksiyada tutib olishlik uchun bu yerga ham bitta virgul tashlab, uni ham bitta o'zgaruvchiga tenglashtirib qo'yamiz. Misol uchun yosh deylik. Paramni misol uchun ism deb qo'yamiz. Bo'sh emas. Hop, hech kim deylik. Hech kim. Hop, endi mana bu joyga yubordik. Yuborganimizdan keyin yoshni ham boshlang'ich holatda 0 deymiz. Chunki mana bu yerda umuman parametr argument uzatilmayapti. Agar uzatilmagan bo'lsa, yosh ham boshlang'ich holatda 0 ga teng bo'ladi, ism ham uzatilmasa, boshlang'ich holatda hech kimga teng bo'ladi. Hop, demak, endi ismni bu yerga chiqaramiz. Endi ishlatib ko'ramiz. Mana Islom, birinchi funksiyamiz ishlagan paytda Islom degan yozuv chiqdi konsolga. Ikkinchi marta ishlatganimizda esa hech kim degan yozuv chiqdi. Hop, endi mana shu funksiyamizni biroz o'zgartirish kiritamiz. Masalan, ism bilan yoshni ko'rsatish kerak konsolda. Bu yerda yozishligimiz mumkin. Ism, uni oldidan birorta
tekst yozamiz. Salom. Salom, islom. Hop, bundan keyin esa nuqta. Nuqtadan keyin birorta so'z yozamiz. Bundan keyin esa yana print yozamiz. Print yozib, buni ichiga endi yozishimiz mumkin. If ishlataylik shu yerda. If agar yosh katta bo'lsa, misol uchun 7 dan. Agar yosh 7 emas, 6 dan deylik, maktab yoshiga chiqqanmiz, shuni tekshirmoqchimiz. Agar yosh 6 dan katta bo'ladigan bo'lsa, salom falonchi, salom falonchi, siz o'quvchisiz deylik, siz o'quvchisiz. Agar yosh katta bo'lmasa-chi, 6 dan. Salom falonchi, siz bog'cha bolasisiz. Endi ishlatib ko'ramiz. Salom islom, siz o'quvchisiz. Agar biz bu yerga misol uchun 6 deydigan bo'lsak, maktab yoshiga chiqmagan bo'lsa, salom islom, siz bog'cha bolasisiz deyapti. Hop, mana shunaqangi holatda funksiyalarni ishlatishligimiz mumkin. Hop, endi funksiyalar har xil bo'ladi. Misol uchun biror bir funksiyani ochganimizdan keyin u funksiya chaqirilgan paytda qanaqadir ma'lumot uzatib yuborishligimiz kerak bo'ladi va o'sha uzatilgan ma'lumotlar asosida qanaqadir ma'lumotlarni ishlab, ya'ni obработка qilib, natijani konsolga chiqarish kerak bo'ladi. Bizning holatimizda hozir shunaqa. Biz print qilib konsolga chiqaryapmiz natijalarni. Qayta ishlangan ma'lumotlarni. Ba'zan shunaqa bo'lishi mumkin, funksiyani ichida konsolga chiqarmasdan, balki o'sha natijani yana qaytarib jo'natib yuborishligimiz kerak bo'ladi. Konsolga chiqarmasdan yana qaytarib o'sha funksiya chaqirilgan joyga ma'lumotlarimizni qaytarib berishimizga to'g'ri keladi. Hop, buni hozir men komment qilib turaman. Boshqa bitta funksiya ochamiz. Bitta funksiya ochaman. Function function is yoki bo'lmasam o'zbekcha qilamiz nomini. Hop, shunaqangi funksiya yozamiz hozir. Unga bitta raqam uzatamiz funksiyamizga. O'sha raqam toq yoki juftligini bizga bilib berishlik kerak bo'ladi. Toq juft degan bitta funksiya ochdim va funksiyamizni endi mana bu yerda chaqiraman. Toq juft degan qavs ochib yopib qo'yaman va u yerda ikkita raqam beraman. Ikkita yoki bitta, farqi yo'q. Umuman olganda 15 raqam beradigan bo'lsak, bu yerda o'sha 15 raqamni tutib olamiz. Raqam yoki bo'lmasam son. Undan keyin esa uzatilgan ma'lumotda biz tekshirishimiz kerak toq yoki juftligini. Hop, buning uchun nima qilamiz? Agar sonimizni bo'lganimizda 2 ga natija 0 ga tengmi? Agar natija 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, buni bitta if qilamiz. If
natija 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, sonni 2 ga bo'lganimizda qoldig'i 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, demak u nima bo'ladi? Print sonimiz juft sondir deymiz. Sonimiz juft sondir. Bo'lmasa sonimiz 90dir. Hop, ishlatib ko'ramiz. 15 90dir deyapti. Endi 16 ni yozib berib ko'ramiz. 16 juft sondir, juft emas, juft. Hop, endi bizga hozirgina aytdik, natijani konsolga chiqarmaslik kerak, qaytarib natijani berib yuborishlik kerak mana bu joyga. Hop, bunaqa qiladigan bo'lsak nima deymiz? Buning uchun mana bu yerga yozamiz. Print o'rniga return deymiz. Return. Bu yerga ham return deymiz. Natijani qaytarib yuborishligimiz kerak bo'ldi. Hop, return degani bu inglizchada qaytarish yoki qaytish degan ma'noni bildiradi. Ya'ni o'sha returndan keyin nima ma'lumot yozilgan bo'lsa, o'sha ma'lumotni qaytarib yuboradi orqasiga. Ya'ni orqasiga deganimiz mana bu funksiya chaqirilgan joyiga jo'natib yuboradi. Qaytarib berib yuboradi. Mana bu ma'lumotni. Hop, endi u funksiyani ichidan qaytarib yuborilgan, jo'natib yuborilgan ma'lumotni biz qanaqa qilib olishimiz mumkin? Funksiyani bitta o'zgaruvchiga tenglashtirishimiz mumkin. Misol uchun natija deylik. Funksiyani natija degan o'zgaruvchiga tenglashtirdik. Bu natijamiz nimaga teng bo'lishi mumkin? Funksiyani ichidan qaytarilgan ma'lumotga teng bo'ladi. Bunga teng bo'ladi yoki bunga. Chunki shu ikkitasi qaytarilyapti. Hop, endi esa mana bu yerda print qilishimiz mumkin. Dollar natija. Ishlab ko'ramiz. Ko'ryapsiz mana 16 juft sondir. Yoki bo'lmasa mana bu yerga natijani boshqacha qilib yozishimiz ham mumkin. hosil bo'lgan natija shu. Ko'ryapsiz, mana hosil bo'lgan natija 16 juft sondir. Mana shunaqangi holatlarda berilgan ma'lumotni, funksiyaga berilgan ma'lumotni funksiyaning ichida qayta ishlab va uni funksiya chaqirilgan joyiga, ya'ni mana bu joyga qaytarib yuborishligimiz ham mumkin. Va u qaytarib yuborilgan funksiyaning ichidan qaytarib yuborilgan ma'lumotni biz qanaqadir o'zgaruvchiga tenglashtirib, uni ishlatib yurishimiz mumkin funksiyadan tashqarida. Xo'p, demak, sizlar bilan hozir mana bu if ni qisqartirishlikni ko'ramiz. If ni hozir qisqartiramiz. Bunaqa qisqartirish qachon ishlaydi? Faqatgina mana bu yerda bitta dona qatordagi kod bo'lsa, ya'ni bitta qator kod bo'lsa, o'shandagina ifimizni qisqartirsak bo'ladi. Bizda hozir bitta dona qator bor. Har bitta blokimiz ichida ifimizni endi qisqartiramiz. Hop, if olib tashlayman bu yerda. Returnni olib tashlayman. Bu yerga so'roq qo'yaman, ya'ni shartdan keyin so'roq qo'yaman. Mana bu shartimiz. Shartdan keyin esa so'roq qo'yaman va undan keyin esa birinchisi bu va else'imizni esa mana bu ikki nuqta bilan ajratamiz. Bu shart bajarilganda ishga tushadigan kod. Bu esa ikki nuqtadan keyingisi esa shart bajarilmasa, ya'ni else blokini kodi hisoblanadi. Hop, endi uni bu yerga olib
qo'yamiz. Bo'ldi. Buni endi o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Xo'p, endi umumiy natijani endi biz qaytarib yuborishligimiz kerak bo'ladi. Return. Xo'p, bu yerda hozir qanaqa ishga tushyapti? Birinchi natijani tekshiryapmiz, ya'ni sonni 2 ga bo'lganimizda natija 0 ga tengmi dedik va shartni biz so'roq bilan ajratdik. Va so'roqdan keyingi 2 nuqtagacha bo'lgan qism bu shart mana bu yerda true bajarilgandagi, true hosil bo'lganda ishga tushadigan kod bu. Mana bu 2 nuqtadan keyingisi else blokini kodi hisoblanadi. Bu yer true ishlaydigan blok, bu yer esa false ishlaydigan blok. Xo'p, endi hozir mana bu yerda aytdik. Agar sonni 2 ga bo'lganimizda natija 0 ga tengmi? Agar ha deydigan bo'lsak, return qilamiz. Nimani? Mana buni. Agar son qoldiq 2 ga, qoldiq 0 ga teng bo'lsa, buni return qilamiz. Agar qoldiq 0 ga teng bo'lmasa, mana buni return qilamiz. Ya'ni qaytaramiz. Ishlatib ko'ramiz. Saqlanib qilamiz. Mana o'sha kodimiz ishlayapti. Hop, 13 deb qo'yamiz. Ko'ryapsizlar, mana hosil bo'lgan natija 13 toq sondir. Mana shuni qisqa if deb olsak, ishlatsak ham bo'ladi. Hop, demak, bugungi sizlar bilan funksiyalar haqida o'rganmoqchi bo'lgan mavzularimiz shulardan iborat edi. Keyingi darsimizda sizlar bilan numberlarga oid, keyin stringga oid hamda arrayga oid tayyor funksiyalarni ishlatishlikni ko'ramiz. Ya'ni bu funksiyalar PHP dasturlash tilining ichida tayyor yozib qo'yilgan, dasturchilarga eng ko'p kerak bo'ladigan funksiyalarni, ana shu funksiyalar bilan sizlar bilan keyingi darsda tanishlikni boshlaymiz. Keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.